Aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz obunachilari va bugungi videoni tomosha qilayotgan har bir yurtdoshim. Bugungi mavzuyimiz hech shubhasiz har birimiz jiddiy tashvishga solishi va ogoh etish kerak. Bu mavzu shaxsiy moliyaviy ahvolimizdan tortib, hatto erkinligimizgacha ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'ta muhim jihatlarga bag'ishlangan. Gap qonunchilikdagi so'nggi o'zgarishlar, ya'ni keskin kuchaytirilgan jarimalar, yangi joriy etilgan taqiqlar va jazo choralarining qanday qilib hayotimizga kirib kelayotgani haqida ketadi. Bu ma'lumotlar shunchaki bir qiziq faktlar to'plami emas, balki kundalik hayotimizda duch kelishimiz mumkin bo'lgan real xavf-xatarlar haqida ogohlantirishdir. Ishoning, bu mavzuni tushunmaslik sizga qimmatga tushishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxiriga diqqat bilan tomosha qiling. Hech bir daqiqasini o'tkazib yubormang. Va hoziroq shu yerning o'zida kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizning kelgusida siz uchun yanada foydali va muhim kontent yaratishimizga turtki bo'ladi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo yaqin o'tmishga nazar tashlaylik. Ko'pchiligimiz uchun qonunchilikka rioya qilish masalasi nisbatan yumshoqroq qabul qilinardi. Ba'zi qoidabuzarliklar uchun jarimalar miqdori shartli ravishda past bo'lib, ular ko'pincha ogohlantirish yoki shunchaki arzimas miqdor deb qabul qilinardi. Masalan, jamoat joylarida mayda tartibbuzarliklar, atrof muhitni ifloslantirish yoki internetdagi ba'zi axloqsiz xatti-harakatlar uchun javobgarlikning mexanizmlari hali to'liq shakllanmagan edi. Huquq tartibot idoralari xodimlari ham ko'pincha profilaktika ishlari bilan cheklanib, kichik qoidabuzarliklarga nisbatan insonparvarlik tamoyili asosida yondashishardi. Jarimalar ko'pincha minimal darajada bo'lib, ba'zan hatto ogohlantirish bilan cheklanish ham mumkin edi. Bu holatda jamiyatda qonunlarga nisbatan yengilroq munosabat shakllangan edi. Nimadir bo'lsa ham jarimasi ko'p emas-ku degan fikr ustunlik qilardi. Odamlar ko'pincha qoidalarni buzish oqibatlari haqida jiddiy o'ylamasdilar. Chunki bu oqibatlar ularning cho'ntagiga yoki hayotiga katta ta'sir ko'rsatmasdi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi bir necha yil ichida, ayniqsa oxirgi vaqtlarda qonunchilikka keskin o'zgartirishlar kiritilmoqda. Davlat qonun ustuvorligini ta'minlash, jamiyatda intizomni kuchaytirish va fuqarolarning mas'uliyatini oshirish maqsadida joriy etilgan jarimalar miqdori sezilarli darajada oshirildi. Ko'plab harakatlar ilgari yengilroq qoidabuzarlik deb qaralgan bo'lsa, endi ular uchun yanada og'irroq sanksiyalar, jumladan hatto ma'muriy qamoqqa olish ham joriy etilmoqda. Yangi taqiqlar joriy qilinyapti. Masalan, raqamli makonda ijtimoiy tarmoqlarda o'zini tutish qoidalari aniq belgilanib, ularni buzganlik uchun jiddiy javobgarlik qoralari belgilandi. Bu o'zgarishlar faqatgina qog'ozda emas, endi nazorat mexanizmlari ham kuchaytirildi. Shaharlarimizda video kuzatuv kameralari soni oshirildi, avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etildi. Huquq tartibot organlari xodimlarining vakolatlari kengaytirildi va ular qonunbuzarliklarga nisbatan yanada qat'iy munosabatda bo'lishmoqda. Bu shuni anglatadiki, endi mayda qoidabuzarliklarga ham ko'z yumilmaydi va javobgarlik muqarrar bo'ladi. Bu o'zgarishlarning tub sababi bir tomondan jamiyatda tartibni kuchaytirish, ikkinchi tomondan esa fuqarolarning qonunlarga nisbatan hurmatni oshirish va ularda mas'uliyat hissini shakllantirishdir. Bu esa bizdan yangi sharoitlarga moslashishni va qonunlarga yanada jiddiyroq yondashishni talab etadi. Asosiy qism 1. Batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak? Kim xavotir olish kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan qonunchilikdagi o'zgarishlar barchamizni diqqat bilan kuzatishga majbur qilmoqda. Keling, bu o'zgarishlarning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqamiz va ba'zi aniq misollar orqali tushuntiramiz. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini ham aytib o'tamiz. Esda tuting, bazaviy hisoblash miqdori BHM doimiy ravishda o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun men keltiradigan raqamlar BHM ning hozirgi yoki yaqin o'tmishdagi qiymatiga asoslangan taxminiy miqdorlardir. Hozirgi kunda bir BHM miqdori o'rtacha 300 ming so'm atrofida ekanligini hisobga olamiz. 1. Ma'muriy huquqbuzarliklar va jamoat tartibiga oid qoidabuzarliklar. Bu sohada jarimalar keskin oshdi. Ilgari mayda bezorilik, jamoat joylarida shovqin solish kabi holatlar uchun minimal jarimalar yoki ogohlantirishlar berilgan bo'lsa, hozirda bu holatlar uchun juda jiddiy javobgarlik choralari belgilangan. Birinchi misol, jamoat joyida shovqin qilish. Tasavvur qiling,
Siz do'stlaringiz bilan kechki payt yashash joyingizdagi maydonchada baland ovozda musiqa tinglayapsiz. Soat allaqachon kechki 23:dan o'tgan. Ilgari bunday vaziyatda militsiya xodimlari kelib, sizni ogohlantirish bilan cheklanishlari yoki juda kam miqdorda, masalan, bir BHM atrofida jarima solishlari mumkin edi. Bunday jarima ko'pincha og'riqli bo'lmasdi va ko'pchilik buni kichik noqulaylik deb qabul qilardi. Hozirgi qonunchilikka ko'ra tinchlik va osoyishtalikni buzish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddasi uchun jarimalar sezilarli darajada oshirilgan. Endi bunday harakat uchun OCB HMdan 5 BHMgacha taxminan 20 ming so'mdan 20 ming so'mgacha jarima solinishi mumkin. Agar siz huquq tartibot organlari xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasangiz yoki ularga nisbatan hurmatsizlik qilsangiz, bu vaziyat ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik MJTKning boshqa moddasi sifatida bog'lanib, qo'shimcha ravishda 25 BHMgacha jarima yoki hatto 25 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni oddiy shovqin tufayli sizning cho'ntagingiz ertalab deyarli 2 million so'mga yengillashishi yoki hatto bir necha kunni qamoqda o'tkazish xavfi mavjud. Ko'rib turganingizdek, bu yerda jarima oddiy xarajat emas, balki jiddiy ta'sir ko'rsatadigan moliyaviy zarba hisoblanadi. Ikkinchi misol, atrof muhitni ifloslantirish, axlat tashlash. Faraz qilaylik, siz avtomobilda ketayotib bo'sh ichimlik shishasini yoki sigareta qoldig'ini shunchaki mashinadan tashqariga uloqtirib yubordingiz. Ilgari bu holatga ko'pincha e'tibor berilmasdi. Hatto agar biror kimsa payqasa ham jarima miqdori minimal edi. Masalan, yarim BHM yoki 1 BHM taxminan 1,5 ming so'm yoki 3,5 ming so'm. Ko'pchilik buni arzimas holat deb qabul qilardi va bu xatti harakatini takrorlashdan uyalmasdi. Hozirda esa maishiy chiqindilarni belgilab qo'yilmagan joylarga tashlash MJTKning tegishli moddasi uchun jarimalar sezilarli darajada oshirilgan. Endi bu harakat uchun oddiy fuqarolarga 10 BHMdan 3 BHMgacha taxminan 340 ming so'mdan 1 million 20 ming so'mgacha jarima solinadi. Agar bu holat takrorlansa, jarima miqdori yanada oshadi. 3 BHMdan 1 BHMgacha 1 million 20 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Ayniqsa, avtomatlashtirilgan video kuzatuv kameralari va dronlar yordamida bu turdagi qoidabuzarliklarni aniqlash tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa sizning xatti harakatingizni qayd etib, jarima qog'ozini eshigingizga jo'natilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda jarima nafaqat moliyaviy jihatdan sezilarli, balki butun jamiyatga tozalikka e'tibor berish haqidagi jiddiy ogohlantirishdir. Xavotir olish kerak. Jamoat joylarida o'zini tutish madaniyatiga, atrof muhit tozaligiga e'tibor bermaydiganlar, qonunlarga nisbatan beparvo bo'lganlar. Xavotirlanmasligi kerak, tartib intizomli, qonunlarga hurmat bilan qaraydigan, jamiyatda o'zini to'g'ri tutadigan fuqarolar. Ikkinchi, raqamli makon va ijtimoiy tarmoqlardagi xatti-harakatlar. Bu soha eng tez o'zgaruvchan va yangi taqiqlar joriy etilayotgan sohalardan biri. Internetdagi har bir harakatimiz endi jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Uchinchi misol, yolg'on ma'lumot tarqatish. Aytaylik, siz ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, Telegram guruhlarida yoki Facebook sahifangizda tekshirilmagan vahima tug'diruvchi xabar joylashtirdingiz. Bu xabar, masalan, ertaga shahar suv ta'minoti butunlay to'xtatiladi yoki yangi virus epidemiyasi boshlanayotgani haqida mish-mishlar bor kabi mazmunda bo'lishi mumkin. Ilgari bunday ma'lumotlarning tarqalishiga unchalik e'tibor berilmasdi. Odamlar internetku bu nima bo'lar deb yondashardi. Hozirgi qonunchilikka ko'ra yolg'on ma'lumot tarqatish MJTKning tegishli moddasi uchun javobgarlik juda keskin kuchaytirilgan. Agar bu yolg'on ma'lumotlar aholi orasida vahima tug'dirsa, jamoat tartibini buzilishiga olib kelsa yoki boshqa salbiy oqibatlarni keltirib chiqarsa, jarima miqdori 50 BHMdan 100 BHMgacha taxminan 17 million so'mdan 34 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Agar bu harakatlar jiddiy oqibatlarga olib kelsa, jinoyat ishi qo'zg'atilib 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosiga tortilishingiz ham mumkin. Bu holatda sizning birgina beparvo xabaringiz nafaqat cho'ntagingizni bo'shatishi, balki erkinligingizdan mahrum qilishi ham mumkinligini tushunishingiz kerak. Bu yerda davlatning asosiy maqsadi axborot makonida tartibni ta'minlash, aholini yolg'on va destruktiv ma'lumotlardan himoya qilish. 4-misol, internetda shaxsiyatni haqoratlash yoki obro'sizlantirish. Siz biror tanishingiz
hamkasbingiz yoki hatto notanish shaxs haqida ijtimoiy tarmoqlarda salbiy, haqoratomuz izoh qoldirdingiz yoki uning shaxsiy hayotiga oid nojo'ya ma'lumotlarni tarqatdingiz ilgari. Bunday holatlarda ko'pincha odamlarning ishi deb qaralib, kamdan kam hollarda huquqiy javobgarlikka tortilardi hozirda esa. Tuhmat yoki haqorat MJTK va Jinoyat kodeksining tegishli moddalari uchun javobgarlik qoralari belgilangan. Agar sizning izohingiz yoki posti biror shaxsning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazsa, obro'sini to'ksa. Bu uchun 20 BHMdan BHMgacha taxminan 6 million 800 ming so'mdan jarima solinishi mumkin. Agar bu harakatlar takrorlansa, jamoat oldida ommaviy axborot vositalarida amalga oshirilsa yoki og'irlashtiruvchi holatlar bo'lsa, hatto jinoiy javobgarlik, masalan, 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish ham qo'llanilishi mumkin. Shuni esda tutingki, siz internetda to'liq anonim emassiz. Har bir harakatingiz kuzatiladi va kerak bo'lganda shaxsingiz aniqlanishi mumkin. Bu jarimalar nafaqat moddiy, balki shaxsiy obro'ngizga ham putur yetkazishi mumkin. Xavotir olishi kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib, har bir xabarni tekshirmaydigan, boshqalar haqida salbiy fikrlar bildiradigan, onlayn etikaga rioya qilmaydiganlar. Xavotirlanmasligi kerak. Axborotni tekshirib tarqatadigan, boshqalarning sha'niga tegilmaydigan, odob axloq qoidalariga rioya qiladigan onlayn foydalanuvchilar. Yo'l harakati qoidalari buzilishi. Bu sohadagi jarimalar ham doimiy ravishda oshib bormoqda. Ayniqsa avtomatlashtirilgan tizimlar joriy etilishi bilan javobgarlikning muqarrarligi ta'minlanmoqda. 5-misol, tezlikni oshirish. Siz avtomobilda harakatlanayotib belgilangan tezlik chegarasidan biroz oshirib yubordingiz. Masalan, shaharda ruxsat etilgan 70 km/s o'rniga 1 km/s tezlikda ketayapsiz. Ilgari bu holatda yo'l harakati xodimi sizni to'xtatib, ogohlantirish berishi yoki minimal jarima solishi mumkin edi. Ba'zan hatto kelishuv ham bo'lishi mumkin edi. Hozirda esa bunday kichik tezlik oshirishlar uchun ham avtomatik kameralar orqali jarimalar belgilanadi. Agar siz belgilangan tezlikni 20 km/sdan 20 km/sgacha oshirgan bo'lsangiz, bu uchun BBHM taxminan 1.7 million so'm miqdori jarima solinadi. Agar bu holat takrorlansa, jarima miqdori 10 BHM ga 3.4 million so'm yetishi mumkin. Agarda tezlikni 40 km/sdan ortiq oshirgan bo'lsangiz, jarima 9 BHM 3 million 60 ming so'mdan 12 BHM gacha 4 million ming so'm bo'lishi mumkin. Agar avtomatlashtirilgan tizim tomonidan jarima belgilanib, uni 15 kun ichida to'lasangiz, o'tmasa chegirma beriladi. Ammo shunga qaramay, jarima miqdori sizning oylik daromadingizning katta qismini tashkil etishi mumkin. Bu jarimalar haydovchilarni harakatlanishda yanada ehtiyotkor bo'lishga va tezlik rejimiga qat'iy rioya qilishga undashga qaratilgan. 6-misol, noto'g'ri joyga to'xtash yoki avtotransport vositalarini noto'g'ri joylarga parkovka qilish. Siz do'konga kirish uchun mashinangizni to'xtash taqiqlangan belgisi ostiga yoki piyodalar yo'lagiga qo'ydingiz va 5 daqiqaga kirib chiqmoqchi edingiz. Ilgari bunday holatlarda ko'pincha ogohlantirish yoki e'tiborsizlik qilinardi. Ba'zan hatto DYX xodimi kelib ham og'zaki tushuntirish bilan cheklanishi mumkin edi. Hozirda esa noto'g'ri joyga to'xtash uchun 3 BHM 1 million ming so'm miqdorida jarima solinadi. Ayniqsa, yirik shaharlarda evakuator xizmatlari faol ishlamoqda. Agar sizning mashinangiz shu kabi joyda qoldirilsa, avtomobilingiz evakuatsiya qilinib, jarima maydonchasiga olib borilishi mumkin. Bu holda siz nafaqat jarima to'laysiz, balki avtomobilni evakuatsiya qilish va saqlash xarajatlarini ham qoplaysiz. Bu esa qo'shimcha ravishda yana bir necha 100 ming so'mga, masalan 1 BHMdan 3 BHMgacha tushishi mumkin. Natijada sizning 5 daqiqalik beparvoligingiz sizga 2 million so'mdan ortiqroqqa tushishi mumkin. Xavotir olish kerak. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilmasdan avtomobil boshqaradiganlar meni hech kim ko'rmaydi deb o'ylaydiganlar. Qoidalarga yengil qaraydiganlar. Xavotirlanmasligi kerak. Doim yo'l harakat qoidalariga rioya qiladigan ehtiyotkor haydovchilar. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltishoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, yangi joriy etilgan jarimalar va taqiqlarda ham o'ziga xos istisnolar, qaltis jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan xalos qilishi yoki hech bo'lmaganda vaziyatni yumshatishga yordam berishi mumkin. 1. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Bu eng asosiy qoida. Men bilmas edim.
men eshitmagan edim kabi bahonalar huquq tartibot organlari uchun hech qanday asos bo'la olmaydi. Davlat har bir fuqaro o'z qonunlarini bilishi va ularga rioya qilishi shart deb hisoblaydi. Shu bois qonunlardagi yangiliklarni muntazam kuzatib borish juda muhim. Bu ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda harakat qilayotgan faol foydalanuvchilar uchun muhim. Chunki onlayn makonning dinamikligi qonunchilikni ham tez-tez yangilanishiga sabab bo'ladi. IQ og'irlashtiruvchi holatlar. Jarima miqdori yoki jazo turi ba'zi holatlarda keskin o'sishi mumkin. Masalan, agar siz biror qoidabuzarlikni birinchi marta qilgan bo'lsangiz, odatda nisbatan yengilroq jazo belgilanadi. Ammo agar xuddi shu qoidabuzarlikni bir yil ichida takroran sodir etsangiz, jazo miqdori 2-3 barobar oshishi yoki hatto ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'lishi mumkin. Qolaversa qoidabuzarlikni guruh bo'lib amalga oshirish. Spirtli ichimlik ta'sirida bo'lish huquq tartibot organi xodimining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik kabi holatlar ham jazoni og'irlashtiruvchi omillar hisoblanadi. Misol uchun, oddiy mayda bezorilik uchun sizga 3 BHM jarima solinishi mumkin. Lekin agar uni spirtli ichimlik ta'sirida qilsangiz, jarima BHM ga agar ichki ishlar xodimi talabiga bo'ysunmasangiz, unday BHM gacha yoki qamoqqa ham borishi mumkin. 3. Yengillashtiruvchi holatlar. Ba'zi vaziyatlarda jazo miqdori kamayishi yoki hatto ogohlantirish bilan cheklanishi mumkin. Bu holatlar qoidabuzarlikni birinchi marta sodir etganlik, aybini tan olganlik, zudlik bilan bartaraf etish masalan. Noto'g'ri parkovka qilingan mashinani darhol olib ketish, kichik yoshda bo'lish yoki boshqa shaxsiy vaziyatlar bo'lishi mumkin. Agar siz qoidabuzarlikni tasodifan sodir etganingizni isbotlay olsangiz yoki uning oqibatlarini zudlik bilan bartaraf etsangiz, bu holat sizning foydangizga ishlaydi. Masalan, agar siz axlat tashlashda ushlansangiz, darhol uni olib belgilangan joyga tashlasangiz va aybingizni tan olsangiz, jarima miqdori minimal darajada belgilanishi yoki hatto ogohlantirish bilan cheklanishi mumkin. 4. Javobgarlikning doirasi. Ba'zi qoidabuzarliklarda javobgarlik nafaqat bevosita ijrochiga, balki boshqa shaxslarga ham yuklanishi mumkin. Masalan, voyaga yetmaganlarning qilgan qoidabuzarliklari uchun ularning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar javobgar bo'ladilar. Shuningdek, ijtimoiy tarmoq guruhlarining administratorlari o'z guruhlarida tarqatilgan noqonuniy ma'lumotlar uchun javobgar bo'lishlari mumkin. Misol uchun, agar siz boshqarayotgan Telegram kanalida yolg'on ma'lumotlar tarqatilsa, bu uchun siz shaxsan javobgar bo'lishingiz mumkin. Garchi bu ma'lumotni boshqa bir foydalanuvchi joylashtirgan bo'lsa ham. Bu yerda administratorning vazifasi bunday kontentni doimiy nazorat qilib borish va o'z vaqtida o'chirish. 5. Protsessual jihatlar va muddatlar. Jarima belgilangandan keyin uning to'lash muddati va undan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Ko'pgina ma'muriy jarimalar uchun agar jarima qarori chiqarilgan kundan boshlab 20 kun ichida to'lansa, o'tib bo'lsa chegirma taqdim etiladi. Bu degani masalan 5 BHM jarima 1.700.000 so'm, sizga 60 BHM 1.900.000 so'mga tushadi. Bu esa sezilarli tejashdir. Jarimalarni o'z vaqtida to'lamaslik esa qo'shimcha penalti va hatto ijro ishlari doirasida mulkni xatlash kabi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. 6. Onlayn anonimlik illuziyasi. Ko'pchilik internetda o'zini to'liq anonim deb hisoblaydi. Biroq zamonaviy texnologiyalar va huquq tartibot organlarining imkoniyatlari shaxsning internetdagi harakatlari bo'yicha aniqlash imkonini beradi. IP manzillar, profil ma'lumotlari, trafik tahlillari va boshqa usullar orqali sizning shaxsingizni aniqlash deyarli har doim mumkin. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda har qanday xabar qoldirishdan oldin 2 marta o'ylab ko'ring. 7. Avtomatlashtirilgan tizimlar. Tezlikni oshirish, noto'g'ri parkovka qilish yoki qizil chiroqda o'tish kabi holatlarni aniqlaydigan kameralar va boshqa avtomatlashtirilgan tizimlar tomonidan belgilangan jarimalarni inkor etish juda qiyin. Chunki ular fotosurat yoki video yozuvlar bilan tasdiqlanadi. Bunday holatlarda aybsizligingizni isbotlash uchun sizning jiddiy dalillaringiz bo'lishi kerak. Aks holda jarimani to'lashdan boshqa ilojingiz qolmaydi. Ushbu nuanslarni bilish sizga qonun doirasida harakat qilishda va kutilmagan vaziyatlarga tushmaslikda yordam beradi. Har doim ehtiyotkor bo'ling va qonunchilikdagi o'zgarishlardan xabardor bo'ling. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar yuqorida keltirilgan barcha ma'lumotlarni inobatga olgan holda. Hozirgi sharoitda o'zingizni va yaqinlaringizni keskin jarimalar, taqiqlar va jazolardan himoya qilish uchun aniq va amaliy qadamlar qo'yishimiz kerak.
Bu yerda siz uchun bir nechta muhim ko'rsatmalar mavjud. 1. Qonunchilikdagi yangiliklardan doimiy xabardor bo'ling. Qayerga borish kerak? Rasmiy huquqiy portallar, masalan, Lex.uz veb-sayti. Bu yerda barcha yangi qonunlar, kodekslarga kiritilgan o'zgartirishlar va qarorlar o'zbek va rus tillarida joylashtiriladi. Shuningdek, Adliya vazirligining rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarni kuzatib boring. Nima qilish kerak? Haftalik yoki oylik asosda Lex.uz saytidagi yangi hujjatlar bo'limini ko'zdan kechiring. Ayniqsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks, MJTK, Jinoyat kodeksi, JK, yo'l harakati qoidalari va axborotlashtirish to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgarishlarga alohida e'tibor bering. Tegishli mavzular bo'yicha yangiliklarni o'qish uchun o'zingizga ma'lum bir vaqt ajrating. Sababi, bilmas edim degan bahona sizni javobgarlikdan qutqarmaydi. Qonunchilikni muntazam kuzatish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. 2. Har qanday rasmiy munosabatni hujjatlashtiring. Qayerga borish kerak? Agar sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilayotgan bo'lsa yoki huquq tartibot organlari bilan aloqada bo'lsangiz, barcha hujjatlarni diqqat bilan o'qing. Nima qilish kerak? Agar siz qoidabuzarlikda ayblanayotgan bo'lsangiz, protokolning barcha bandlarini diqqat bilan o'qing. Agar siz uning mazmuni bilan rozi bo'lmasangiz, imzo qo'yishdan oldin izohlarim bor yoki aybdor emasman deb yozing va qisqacha o'z e'tirozingizni bayon qiling. Agar imkoni bo'lsa, voqea joyini va huquq tartibot xodimlari bilan muloqotingizni smartfoningiz orqali videoga oling. Agar bu taqiqlanmagan bo'lsa va xodimlarning roziligi bilan. Jarima qarorlari va boshqa rasmiy xatlarni saqlab qo'ying. Sababi, hujjatlashtirish kelajakda o'z haqqingizni himoya qilishda yoki shikoyat qilishda asos bo'ladi. Fotosurat va video yozuvlar sizning pozitsiyangizni mustahkamlaydi. 3. O'z huquqlaringizni biling. Qayerga borish kerak? Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari, shuningdek, huquq tartibot organlari xodimlarining vakolatlari va fuqarolarning ularga nisbatan huquqlari haqidagi qonunlarni o'rganing. Lex.uz saytida MJTKning huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rish tartib bo'limini o'rganing. Nima qilish kerak? Sizni to'xtatgan yoki sizga nisbatan chora ko'rayotgan huquq tartibot organi xodimining xizmat guvohnomasini ko'rsatishni talab qilishga haqqingiz bor. Uning lavozimini, familiyasini yozib oling. Sizga nisbatan qo'llanilayotgan qonun moddasi va uning mazmunini so'rang. Sukut saqlash huquqingiz borligini unutmang. O'zingizga qarshi guvohlik bermaslik. Sababi, o'z huquqlaringizni bilish sizni asossiz ayblovlardan himoya qiladi va huquq tartibot organlari xodimlari bilan to'g'ri muloqot qilishga yordam beradi. 4. Tezkor harakat qiling. Qayerga borish kerak? Agar sizga jarima belgilanib, uni to'lash haqida qaror kelgan bo'lsa, darhol to'lash imkoniyatlarini o'rganing. Nima qilish kerak? Jarimalarni imkon qadar tezroq, ayniqsa 5 kunlik chegirma muddati ichida to'lashga harakat qiling. Bu sizga nafaqat pulni tejashga, balki kelgusida qo'shimcha muammolardan, masalan, ijro ishlari qutulishga yordam beradi. Hozirda jarimalarni onlayn to'lash uchun ko'plab ilovalar, Payme Click, Uzun bank va boshqalar mavjud. Sababi, muddat o'tgan jarimalar uchun penalti qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, avtomobilingizga taqiq qo'yilishi yoki hatto chet el chiqishingiz cheklanishi mumkin. 5. Huquqiy maslahat oling. Qayerga borish kerak? Agar sizga nisbatan jiddiy ayblov qo'yilsa, jarima miqdori juda katta bo'lsa yoki ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi ehtimoli bo'lsa, malakali advokatga murojaat qiling. Nima qilish kerak? Jarimaning noto'g'ri qo'llanilganiga ishonchingiz komil bo'lsa, apellyatsiya tartibini o'rganing. Apellyatsiya qilish muddat cheklangan bo'ladi. Odatda qaror olingan kundan boshlab 10 kun ichida. Advokat sizning ishingizni professional baholaydi, barcha nuanslarni tushuntiradi va sizning manfaatlaringizni himoya qilish uchun tegishli choralar ko'radi. Sababi, ba'zi vaziyatlarda faqatgina huquqiy mutaxassis yordamida o'z haqqingizni isbotlash mumkin. Advokat sizga protsessual xatoliklarni aniqlashda va shikoyat arizasini to'g'ri rasmiylashtirishda yordam beradi. 6. Odob axloq qoidalariga rioya qiling va xotirjamlikni saqlang. Nima qilish kerak? Jamoat joylarida o'zini tutish qoidalariga rioya qiling. Huquq tartibot organi xodimlari bilan muloqotda hurmat bilan muomala qiling. Lekin o'z huquqlaringizni himoya qilishda qat'iy bo'ling. Ularning talablariga bo'ysuning, ammo agar biror narsa g'ayriqonuniy tuyulsa, bunga e'tiroz bildiring va buni protokolda qayd etishni talab qiling. Asabiylashish yoki tajovuzkorlik vaziyatni faqat yomonlashtiradi
va jazoni og'irlashtiruvchi holatga aylanishi mumkin. Sababi xotirjamlik va odobli muloqot ko'pincha vaziyatni yumshatishga yordam beradi. Huquq tartibot organlari xodimlari bilan kelishmovchiliklarning oldini oladi. 7. Internetda ehtiyot bo'ling. Nima qilish kerak? Har qanday ma'lumotni tarqatishdan oldin uning manbasini va haqqoniyligini tekshiring. Birovning shaxsiyatiga tegadigan haqoratli yoki g'ayriaxloqiy kontentni joylashtirmang, baham ko'rmang. Siyosiy yoki diniy tusdagi keskin fikrlarni ifoda etishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Chunki bu millatlararo adovatni qo'zg'ash sifatida talqin qilinishi mumkin. Shaxsiy hayotga oid ma'lumotlarni ruxsatsiz tarqatmang. Sababi internet makonidagi harakatlaringizga ham qonuniy javobgarlik yuklanadi. Birgina beparvo post sizga millionlab jarimalar yoki hatto jinoiy javobgarlikni keltirishi mumkin. Bu tavsiyalar sizga hozirgi kunda kuchga kirgan qattiqroq qonunlar sharoitida o'zingizni xavfsiz his qilishga yordam beradi. Unutmang, ogoh bo'lish va qoidalarga rioya qilish bu sizning eng yaxshi himoyangizdir. Xulosa va yakuniy xulosa aziz do'stlar, bugungi videoda muhokama qilingan keskin jarimalar, taqiqlar, jazolar mavzusi har birimiz uchun juda dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega ekanligiga ishonchim komil. Biz ilgari e'tiborsiz qoldirgan ba'zi mayda qoidabuzarlar endi cho'ntagimizga jiddiy zarba berishi yoki hatto erkinligimizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan oqibatlarga olib kelishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqdik. Qonunchilikdagi o'zgarishlar, nazorat mexanizmlarining kuchaytirilishi va avtomatlashtirilgan tizimlarning joriy etilishi bilan javobgarlikning muqarrarligi ta'minlanmoqda. Shuning uchun har bir harakatimizga, ayniqsa jamoat joylarida va raqamli makonda o'zimizni tutishimizga, yo'l harakati qoidalariga rioya qilishimizga yanada ehtiyotkorona va mas'uliyat bilan yondashishimiz shart. Men sizga bergan amaliy maslahatlar: qonunchilikni muntazam kuzatish, o'z huquqlaringizni bilish, rasmiy munosabatlarni hujjatlashtirish, jarimalarni o'z vaqtida to'lash va kerak bo'lganda huquqiy yordam olish sizni ko'plab kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishga xizmat qiladi. Bu choralar shunchaki bir tavsiyalar emas, balki hozirgi zamonda har bir fuqaro uchun zarur bo'lgan harakatlar rejasidir. Unutmang, ogohlik va mas'uliyat bu sizning eng kuchli qurolingizdir. Bu mavzu bo'yicha sizning qanday fikrlaringiz bor? Sizning hayotingizda qanday o'xshash vaziyatlar yuz bergan? Qaysi jarima sizni eng ko'p hayron qoldirdi yoki eng ko'p ta'sir qildi? Izohlarda o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni va savollaringizni qoldirishdan tortinmang. Biz har bir izohni o'qib chiqamiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Agar video siz uchun foydali va muhim bo'lgan bo'lsa, iltimos videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Bu ma'lumotlarni ko'proq odamlar bilish kerak. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelgusida ham siz uchun dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega mavzularni yoritishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha